Xullas, qarindoshlar, cho'pperga muzlagan qulpinay bilan gilosni solib, ustidan qaymoqni solib, sut solib, asal solib, yaxshilab aralashtiradigan bo'lsak, shunda hechkim dietetический bir ajoyib narsa bo'lar ekanmish-da. Bay. Endi esa biz buni o'xsharmikan a deb turib birinchi qiladigan ishim qulpinay hamda malinalarni muzlatishdan boshladim de. Nimaga aynan malina deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak a? Endi gilos bo'lmagandan keyin malina qo'ramiz de o'rniga o'rib. Xo'sh qarindoshlar, malinamiz ham qulpinayimiz ham bir ajoyib muzlabdi. Ana endi oting o'chkuru blenderni olib, malinalarni solib, malinaku mayli qarindoshlar, men qaysi parasat bilan qulpinayni yashil barglaridan tozalamasdan muzlatgan ekan, muzlagandan keyin voshim tozalab bo'lmadi. Uni ustidan qaymoq solib, uni ustidan sut solib, uni ustidan esa asal solib, xullas qarindoshlar, qarindoshingiz Xitoydan mahsulotlarni zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik o'tkazmoqdaman. Bepul darslikni o'tkazib yubormasligi uchun profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanaliga marhamat qarindoshlar. Voy, bu tayyor bo'lgan massani chiroyliligini qaranglar qarindoshlar, rangini ajoyibligini qaranglar. Hammasi ajoyib chiqdi qarindoshlar. Ana endi buni ustini bezatmasak bo'lmaydi. Ustiga qulpinay soldim, undan keyin shoptoli soldim. O'zi ham buni ustiga solmagan narsam qolmadi-ye qarindoshlar. Danagam, yer yong'og'am, daj bananam soldim. Ana endi siz kutgan eng asosiy joyi, ya'ni degustation joyi qarindoshlar. Bu ishtahani ochib turgan, meni ye deb turgan narsani shunda olib yeganimni bilaman. Voy. Mana bir marta yeganingda mazamni yaxshi tushunmaysan, yana bitta ye dedi, yana bitta yedim. Xullas qarindoshlar, juda ajoyib narsa bo'lar ekan. Happy end.